2022 içinde işlep çıkarılan Gentra avtomaşinamız satıldı var. Dostlar iş videoga omad sözünü yazыңlar. Köprak like'larını basыңlar. Şimdi padanklarını sizlere mitib o'tamiz. Mashina nima kerak? Qaranglar. Dominant, yaxshiman, hidroregistrator, Malibu rul, koordinat chexol, Michigan pult. Şu mashinani asosan sizlarga shu narsalarni qo'shib beramiz. Do'stlar, mashinamiz ham narxi shiqqi. Eng qizig'i probegi 15 ming yurtdir tetiga. Krassasi 100% toza, bo'sh balonlar, metall uстановka 2022 avtomat korobki Gentra bo'ladi. Do'stlar, shu mashina xudo xolasa sotilsa, sotiladigan videosini qo'yaman. Shu bu videoga ko'proq like'larni bosib qo'yishni ve kommentariyasını esdan chiqarmanglar. Yodda qo'ymang. Shu mashina sotilsa, sotilgan videosunda xudo xolasa eng kamida 500 ming so'mni kommentariyada o'ynab beramiz jigarlar. Hozir buni shu sotuvchi ko'proq bo'lsa, yuborib qolsanglar, endi son like'larni bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Mashina obzoruna keladigan bo'lsak, mashina shiqqi. Puldan keladigan bo'lsak, puli 164 million so'm pul. Kelishlarni yoki like'ni bosib qo'yib, omma bo'lishini kelani bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar.